Assalomu alaykum aziz futbol ishqibozlari, futbol sevar do'stlar. Siz futbol fanatlari kanaldasiz. Sizlarga eng qiziqarli futbol ma'lumotlarini yetkazishda davom etamiz. Demak, kecha tunda Chelsea va Arsenal o'zaro Angliya Kubogi, Liga Kubogida uchrashdi. Yarim final birinchi uchrashuv Arsenal Chelsea uchrashuvi o'tkazildi. Demak, birinchi uchrashuv qanday o'tdi? Bu haqda sizlarga batafsilroq gapirishga harakat qilamiz. Chelsea Arsenal bu o'yinda asosan Arsenal jamoasi Chelsea darvozasini oldida ko'p xavfli vaziyatlar amalga oshirdi va yakunda g'alabani ilib ketdi va 3-2 hisobida Chelsea ustidan g'alaba qozondi. Keyingi uchrashuvga yaxshi pozitsiyani egallab oldi. Chelsea ham ancha harakat qildi, ammo bu futbolchilar jamoa uchun yetarli bo'lmadi. Garnachoning 2 goli ham Chelsea'ni mag'lubiyatdan qutqarib qola olmadi. Ammo hali imkoniyat bor. Ikkinchi o'yin turibdi oldimizda. Ikkinchi o'yinda Chelsea o'ziga kelgan holatda Arsenalga qarshi yaxshi darajada tayyorgarlik ko'rib, Arsenalni mag'lubiyatga uchratish ehtimoli ham bor. Bor yo'g'i bitta to'p farqi. Bu ko'p narsani anglatmaydi katta futbolda. Shunday ekan, ikkinchi o'yin qanday bo'ladi, buni albatta vaqt ko'rsatadi. Menimcha keyingi bosqich, ya'ni finalga qaysi jamoa chiqishidan qat'iy nazar, menimcha Manchester City, ya'ni hamyurtimiz Abduqodir Husanov jamoasiga qarshi o'ynasa kerak, katta ehtimol bilan. Va bu finalni ham albatta kutib qolamiz. Bu albatta ajoyib, dramatik o'yin bo'ladi. Manchester City, Chelsea yoki Arsenal finalda o'ynaydigan bo'lsa, ancha qiziqarli va futbol spektaklini tomosha qilishimiz imkoniyatimiz bo'ladi. Do'stlar, hammaga omad. Bizning chiqarayotgan kontentlarimiz sizlarga yoqayotgan bo'lsa, videolarimizga like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Doim bizni qo'llab-quvvatlang. Omad siz va bizni aslo tark etmasin.